Katta Qo'rg'onliklar sayohatni yaxshi ko'ryapsizlar, ha? 600 mingga mazza qilib 2 kun aylanib kelish. Necha pul bo'lyapti, opa? 600 ming bo'lyapti. 600 mingning ichiga avtobus xizmati, 5 mahal ovqatimiz, keyin mehmon uylari, qaytishga Buxoroga olib kiryapmiz. Mehmon uylaringiz umuman soyda oldi degan shitir-shitir suv ovozlari eshitilyapti. Shunday. 5 mahal ovqat qanaqa ovqatlar, opa? Osh qilamiz, golubtsi qilib beramiz, qozon kabob qilamiz, bari o'zimizning milliy taomlar. Xullas, ota-onangizni Zominga sayohatga yubormoqchi bo'lsangiz, yotoq joylar bilan birga 5 mahal ovqat hamma narsasi ichida ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Nimaga faqat Zomin, Xorazm, Toshkent, Surxondaryo qo'yish niyat bormi? Endi Zomin hozircha 2 oylik sezonimiz bor. Nasib bo'lsa, Xorazmga, Buxoroga, Amrisoylarga ham tashkil qilyapmiz. Xorazm narxi necha pul bo'lishi mumkin? Xorazm narxini 750 ming belgiladik. U ham 2 kunlik. Uni ham gostinitsalarga joylashtiramiz. Bir kun yeb-ichishlari ichiga, ha, 750 ming ichiga. Bu kishi yordamchisizmi? Ha, o'g'lim. Ha, gap yo'q. Xullas, ota-onangizni, yaqinlaringizni Zominga yubormoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Oldingi safar reklamamizdan chorshanba kuni ham joylar to'lib ketdi. Hozirda yakshanba hamda chorshanba kuniga joylar bor. Shunday ikki reys bo'ladi. Ha, chorshanba, yakshanba kunlari boradi. Gap yo'q. Bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangizlar bo'ladi. 600 mingga ota-onangizni mazza qilib aylanib kelishiga sababchi bo'ling. Avtobuslar ham komfort.